Kim u? Men Zulfikarman. Og'a, qaltis vaziyat bo'ldi. Zulfikar og'a Abdulhayni o'ldirgani ketdi. Ko'p yaxshi. Hozir boramiz. Tinchlikmi Zulfikar og'a? Meni o'ldirgani keldingizmi? Ochig'i savol bergani keldim. Savolimga javob ololmasam, aytganingdek bo'ladi. Savol bermang. O'ldiring. Bu Hamid senga omonatmidi? Uni himoya qilyapsan. Abdulhay, sen meni ukamdeksan. O'rtamizga qon tushmasin. Ayt, Hamid qayerda? Og'a, o'q ovozi eshitilmadi. Abdulhayni qilich bilan so'ymaganmikin? Nega qilich bilan so'yadi? Zulfikar og'a qilichlarni yaxshi ko'radi-ku. Ot dedim Zaynal. Xoin dedingiz. Yazid dedingiz. Meni yana qaysi yo'l bilan o'ldirmoqchisiz? Men seni o'ldirmayman. Ammo endi ukam emassan. Zaynal to'ppochangni tushir.